mahalladagi qisqacha bektor produktlar bilan tanishtiraman. Ya'ni kreditlarimiz bilan tanishtiraman. Hop, mahalla loyihasi kreditimiz bor. Summamiz 30 milliongacha, muddatimiz 4 yil. Yillik foiz stavkamiz 25%. Bu nima yo'nalishlarga beramiz? Qisqachasi olganda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish. Shu narsa xizmat ko'rsatish nima ishlab chiqarish, chorvachilik ham bor. Parrandachilik deysiz, masalan, novvoychilik deysiz, bozorda chiqarish, tandir nima, ularga bir ko'radigan narsalar, texnikalar kerak. Bir oyga o'rtacha 30 million agar olsangiz, mahalla loyihasidan 1 milliondan 4 million tushadi. Buni xarajatlarini aytsak, buni ta'minoti faqat sug'urta bo'ladi. 30 million olsalaringiz 1,5 million sug'urta to'lovi bo'ladi. 4 yil bo'ladi. Kimdir sizlarga kafil bo'lish kerak-ku, pul chiqishiga. Sug'urta kafil. Keyin o'zimiz band qilgan fuqarolarga beramiz. O'zimiz band qilishga bir yil staj yoziladi. Soliq badali bor. 412 ming so'm. Plastik olasizlar 50 ming so'm. Shu plastik. Qolganini mana mahalladan kerakli dokumentlarni uyda o'tirib telefonda ham olsa bo'ladi, onlayn. Doim yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma so'raymiz. Maygo'dan olsa bo'ladi. Soliqda mana o'zimiz band qilish qog'ozini soliq. Tavsiyanoma mahallamiz mana bizni agentimiz bor. Tavsiyanoma mahalla tasdiq bersa, keyin shunga qarab yerimizdan borib chiqarib olasizlar. Demoqchimiz, sarson bo'lib yurish shart emas. Undan tashqari boringki shu xarajatlar bor. Bu yosh chegarasi bor. 19 yoshdan 60 yoshgacha. 19 ga kirgan bo'lishi kerak. Misol uchun 2-mart 19 ga kirgan. Endi beramiz. Ungacha kirmagan bo'lsa beramiz. 60 yoshgacha. O'zimiz band qilib chiqamiz. Ikkinchi kiritimiz biznes maqsadi. Yo'nalish, foiz hammasi bir xil. Mahalla loyihasining 25% faqat muddat 3 yillik muddat. Bunda bitta yana plyus tomoni 30 millionlikka biz faqat sug'urta qila olamiz-da. Bu 25 millionlikka kafillik ham olamiz. Davlat ishlaydigan, ish haqi bor, byudjet tashkil ishlaydigan fuqarolarni kafil, sug'urta to'lov qilmaysizlar. Faqat 412 ming o'zimiz bankka so'raymiz. 25 ming hisoblaymiz. Buni sug'urta qilsangiz ham bo'ladi. 950 ming. 3 yillik uchun, yil qisqaligi uchun summa sal kamroq chiqadi. Chunki qancha yil ko'p bo'lsa sug'urta shuncha kafil bo'ladi, shuni hisoblab bo'ladi. Bu ham shu yo'nalishlari shu. Bu yosh chegarasi 19-60 bo'ladi. Yo'nalish ishlab chiqarish xizmat ko'rsatish bo'ladi. Bitta chorvachilikka o'zgarish bo'ladi. Chorvachilikka yangi tartib bo'ldi, pasportini so'raydi. Olishdan oldin veterinariyadan ma'lumotnoma olinadi. Olgandan keyin qulog'iga mana sirga birka deydi, taqir molda pasporti bo'lishi kerak. Pasport olinadi. Bu yangi joriy qilinadi. Har xil kreditlarimiz bor, ipoteka kreditlarimiz bor. Uyga birlamchi, ikkilamchi, avtokreditlarimiz bor. Bu ham xuddi birlamchi, ikkilamchi. Garov evaziga mikroqarzlarimiz bor. Ish haqiga bo'lgan 22%. 312 yuritiklar. Omonatlarimiz bor. Hozir 19%. Yillik, 1 yil 8 oylik. Meros degan omonatlarimiz bor. Tug'ilgandan ham bo'lsa. Har xil. Kimga qanday kreditlar kerak bo'lsa, qanday bank sohasida bir narsa kerak bo'lsa, biz agentimiz bor. Keyin mana bu kreditlarimizga, mana masalan, mahalla loyihasi, hammasiga birinchi o'rinda kredit tarix tekshiriladi. KTM deydi. Pasport tashlaysiz, shu yerda tekshiramiz. Chorni bo'lmasin. Chorni degani oldin kredit olib, yopish jarayonida 2 oydan o'tkazib 2 marta yopgan bo'lsa, o'sha chorni. 3 oyga bo'lish shart emas. 2 oy уже 60 kilo istaydi. 2 marta takrorlangan bo'lsa, buni ba'zan o'zi o'tkazib beramiz. Shunday ba'zan sizda endi kredit, zaiflik kredit